do'st xalq, qirg'iz xalqi ham, o'zbek xalqi ham albatta juda katta natijalar kutadi. O'zbekistonga kelgan mamlakatlik ish safarim jo'n ele kelib ketish emas, bardıq masalalarni chechib ketish bo'lchu, o'sha maqsadga yetaman deb tilashim. Ikkita qardosh elni birlashtirishimiz kerak. Bizning maqsadimiz shu o'zi bugungi yig'ilishda. Men jana mening komandam O'zbek taraf menen jigerdiği hareketlenүүгө жана мындан ары өзара пайдалуу кызматташууну тереңдетүүгө толук даяр экендигин билдирем. Do'stona va samarali muloqotlarimiz bizning hamkorlik borasidagi niyat va qarashlarimiz uyg'un ekanini yana bir bor ko'rsatdi. Bironta kichkina masala qolgan yo'q, batafsil kelishildi. Все, что здесь стоит, это вот подарок кыргызскому народу.